Allomaning boy ma'naviy merosini o'rganar ekanman. Allomaning merosini juda ko'plab olimlarimiz tadqiq etganini guvohi bo'ldim. Buni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bu olimlar Masson, Pugachenkova, Arshavskaya, Ritvaladze, aynan bizni o'zbek Surxon olimlari. Jabir Omonturdiyev, To'xtash Annayev, Zoir Choriyev, Sayfulla Tursunov, Bobonazar Murtazayev va Jaloliddin Mirzo, Jo'rabek Chutmatovlar aynan alloma asarlarini o'rganib, tadqiq qilib, alloma asarlarini tarjima qilishda o'z hissalarini qo'shganlar. Allomamiz merosini o'rganishda nafaqat o'zbek olimlari, balkim dunyo olimlari ham o'zlarining ilmiy tadqiqot olib borganligini ilmiy tadqiqotim natijasida bildim. Jumladan Buyuk Britaniya, Fransiya, AQSh, Germaniya, Turkiya, Rossiya va Eron kabi dunyoning turli davlatlarida aynan alloma asarlari tadqiq qilinganligini o'rgandim. Masalan, Louis Massignon, Arbery, Nicholas Herr, Bernard Radkelar alloma ilmiy merosini o'rganib, ular bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Xususan, Amerika Qo'shma Shtatlarida Ayub Palmer tomonidan alloma merosini yuzasidan doktorlik dissertatsiyasi qilingan. Men ham aynan tadqiqotimda allomaning pedagogik qarashlarini, aynan asarlarning pedagogik jihatlarini yoritishga harakat qilmoqdaman. Chunki bu aynan bugungi kunda yoshlarimiz uchun juda ham muhim. Chunki bugungi kunda yoshlarimizni ma'naviy meros asosida, allomamiz merosi asosida tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etadi.